Hozirgi kunda farzandlarimizda juda ham ko'p immunitetligi pastligi uchun har xil shamollashlar kelib chiqyapti. Shamollashlarda ham qanaqa issig'i tushmagan, yo'tali to'xtamagan, qayta yana shamollagan, shamollab tuzalib, yana shamollab qolayotgan yoki har xil yangi viruslar. Qizlarjonlar, farzandlarimiz kasal bo'lgandan keyin unga 1,5-2-3 millionga dori olib yoki doktorlarga qimmatga olib borgandan ko'ra farzandlarimizni immunitetini baquvvatlashtirishimiz kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu vitaminimiz ichida 20 dan ortiq, 25 xil vitaminlar bor ichida. Ya'ni bolamizni, farzandimizni organizmini baquvvatlashtirib beradi. Buni ichgandan keyin farzandlarimiz organizmi baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'lgandan keyin har qanday virus ham bolaga yuqurmaydi. Yuqsa ham yengil o'tib ketadi. Mana misol uchun meni farzandlarim tez tuzalib ketadi. Tez shuna dori beraman, oddiy mukalsindan ham tez tuzalib ketadi, chunki ular multivitaminlar bilan ichishadi. Bu skidkada chiqyapti qizlar. Yangi katalogda 130 ming so'm, sizlarga bu juda ham zo'r narxda keladi, 95 ming so'mga.